Everyone jigarlar, sizlar bilan har doimgidek o'z yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Hammasi yaxshimi? Ishda jiggi-jiggimi? Bugun yangi videoda ko'rishib turganimda xursandman. Bugungi videoyim akkaunt obzor. Короче, hozir miyamga hech narsa kelmadi. Короче, kontent o'yladim, oxiri shu xayolim keldi. Akkauntim obzor qilishga qaror qildim bugun videoda. Bugun akkauntimni obzor qilamiz, ko'ramiz. Даже akkauntimni o'zim ko'rmagan kiyimlar ham bo'lishi mumkin, lekin agar shu videoni ko'rib bo'lsangiz, like, obunani bosib qo'yinglar, kommentga oluvchilarni tashlaymiz. Iloji boricha maksimalni tarqatamiz. Agar так что kimga ishonchli, arzon, tezkor, ham omadli yuzi kerak bo'ladigan bo'lsa, kuchukcha close pastga chiqishcha yuzi deb yozsanglar Telegramda chiqib keladi. Narxlarni tashab beraman o'zim. 60 yuzidan boshlab 600 milliard yuzigacha olsanglar bo'ladi. Faqat pulni tashab, chek tashab bersanglar bo'ladi. Shaxsan yuziga o'zim qarayman. Hech qanaqa adminim yo'q hali. Hozircha o'zimni hech qanaqa aldashlar bo'lmaydi. Agar ishonmasanglar, agar risk qilib 60 yuzi olib ko'rsanglar bo'ladi. Eng qizig'i yuzi omadli ham. Chunki o'zim akkauntimga tashlaydigan yuzilarni har doim o'zimni olib tashlayman. Hali biron bir yuzi servisdan olib tashlamayman. Boshida tashlagandirman yuzi servislardan olib. Lekin hozir o'zimni olib tashlayman. Hammasi videoni boshladik. Tag birinchi bo'lib turib invertar mana kiyimlar. Turtdim aytman. Buni open case'dan ko'rgan bo'lsanglar, open case'dan tashlagan ko'rsatgandim. Buni 4-o'ntadagi tushgandi bu ultimate. Bu Honor buni rasmini tashlaganman, 10 yuziga tushgandi bu. Bu bo'lsa ancha pulimni yevorgan bu ultimate. Ancha pulim ketgan. Bu yerda Avogadro 10 yuziga, ana 11-o'ntadagi tushirib qo'ygan, yomon qilgandi. Bunga open case bor bo'lishi kerak adashmasam. Lekin tushmagandi. Keyin yig'ib olgandim. Mashinalarni ham pulni hammasini o'zim UC servisdan olib tashlayman. UClarni. Tak, Dravion bilan X-Suite'lar alohida tema. X-Suite'lar kemetamizda. Mayli, hozircha ko'rsatib o'tdi. Bu ham 10 yuziga tushgan, bu ham. Короче, kelgan kuni bir session yuzi bor akkauntimda 10 yuziga qilib otib 4-o'ntalik tushirib qo'yganman. Aniqroq karantin o'rinni ham 300 yuziga tushirib qo'ydim. Buni to'rtgan. Bu Strelok. Mifiglar mana bunaqa. Короче, akaunt. Sizlar like, obuna bosmasanglar, men o'zim sizlar uchun addushi chiqazaman mayli video. Faqat sizlar like, obuna bosib qo'yinglar jigarlar. Sizlardan ko'p narsa talab qilinmaydi. Bu bosgan like'lar, obunalar o'zingizga qachondir kelib foyda berishi mumkin. Shuning uchun oldin aytib qo'yaman, oldinroq like, obuna bosganlar uchun bu. Bular mana bunaqa mifiglarim bor, yurpiniki. Bu Jujutsu'niki yaqinda sovrin bo'ldi, oldim bularni. Bu yurpiniki, bu ham bu sezonnikida. Bu ham yurpiniki. Bular yurpin mifiga. Bular bitta o'ntalik tushirgan, bu ikkita mifik. Yurpiniki bular uncha qiziq emas. Bular sovrin yo'li, bu X-Suite'ga Draviondan tushgan bu. Bular sovrin yo'liniki. Bu ana Grazaya Skarela bilan kelgan kiyim bu. Bu ham tushib qoluvdi. Bu Thomas Shelby'ni ham 10 yuziga tushirib qo'ydim o'sha paytda. Shuni 10 yuziga yotgan paytda tushgandi. Bu yerdan legendarnilardan qiziqroq narsa mana bu kiyim bor, lekin mana bunaqa kiyimlar bor. Reykga o'xshatan mana kiyim. Keyin kiyimlarim bor. Buni olgandim. Bunga mana
aniqladim. Lekin juda ko'p emas, normalniy soldim lekin bunga. Shu kiyim uchun. Keyin legendarnilarim tugadi. Ikkinchi sezon set. Уже bilsanglar kerak bu setda. Keyin mana bu set, buni ham 2 o'xshataman. Bu ham yoqadi qanaqadir mashq kiyman menga. Keyin bu Hasan Pekkej bo'lib qoldi-ku. Hasan Pekkej, Pakage, Hasan Paket. Bu endi chiterlar kiyimi. Bu kiyimni bilganlar o'shaning uchun komment yozib ketasizlar o'zinglar. Men indamay bu kiyimni. O'sha anaqa kiyimlar, bu oddiy default kiyimlar. Default. Men bu kiyim uchun ham 100 sarfladim adashmasam-da. Anamda kiyimda olgandim buni. Kiyimlarim bor. Mana. Spider-Man'ning kiyimi bor. Bu anoniki wow kartaniki. Shunaqa qilib bu personajlarniki bo'ldi. Kiyimlar tugadi, shlemlarga o'tamiz. Shlemlarim bor. Lekin normalida shlemlar Inferno'ga o'xshar ekan. Tak. Bosh kiyimlar bitta ultimate bosh kiyim men bilan nonni tushganda Mythic Forge ochganimda tushgan bular. Bu Mythic Forge'dan tushmagan, men bilan tushgan. Bular mana Mythic Forge'dan tushgan bular. No, kallani sotib o'tirmasam kerak Mythic Forge'dan. Buni hech kim sotib olmasa kerak menimcha. Keyin yana qanaqa masalan, normalniroq. Qanaqa ekan bu? Ayyo, sal default. Tak, yana qanaqa? Такой sochaga. Bu bir xil ekan. Bu ham tushib qolgan bu ham. Buni уже hamma oldi pashti. Oyog'dan qolgan kapitan setda bosh kiyimi bu. Bu ham normalniy oldroq erpidan kelgan. Bu ananas setga menga yoqmaydi. Yana nimalar bor qani. Bu ham o kartadan olganman buni ham. Mana qaysiga o'xshar ekan? Yo'q. Tak, yana nimalar bu vovka. Yo'sh, endi ochkilar o'tamiz. Ochkilar uncha odamlar qiziq bo'lmasa kerak, lekin men ochki yoqadi. Men o'ylaman shu payt ustiga. Keyin maska, вторжение maska endi bular bu keysdan tushgan bular уже boradi. Tak, yana men bu ham tushib qo'yandi. U yusiga ham tushib qo'ygan bu maska. Ikkinchi sezon maskasi voy ikkita bordi. Adashib 45 ta seriya bo'lib sotib olaman-da. Mayli. Kim mumiyaniki bor. Chana mumiyani maskasi. Nimalar bu? Mana set bu. Eng yoqtirgan setim old. Yaqinda qaytarishdi limitli qilib. Mayli. Kapitan set. Brigadka. Voy. Oldin yo'q. Hali ham yoqtiraman. Prям original bo'lsa. Bu tadam uchun ashya zo'r set bu. Mumiya set. Cham. Bu Mr. Beast. Bu real PUBG chiqadi. Solak tekkan futbolka. Xuddi o'zi. Bu haqida video ham chiqazgandim adashmasam. Shu videoga real PUBG aytib qo'yasizlar. Tak, yana qanaqa kiyimlar bo'ldi, tugadi. Ryukzaklar. From ryukzak. Men bu ham ultimate'ga boyaga. Bu Dragon X'ga bu ultimate'ni chiqib qoldi, videosi ham bor. Bu ryukzak ham takoy ekan. Yoqadi mana. Qani bo'ldi ekan. Hozir biz bir loglarni obzor qilamiz deb turing. Yo'q. Kerak emas. Ham yukka oldindan bor. Kapitan setda ishtoni bor. Kim ham ishton tushib qoldi, bu ham tushib qolgan. Bu
Buni olganman, sotib olganman. Buni tushgandi o'sha keysdan. Hadok 2400 ga oldim. Hadok yo'q edi akkauntda. Bu ham 10 ga tushgan bu 3 donam, короче. 10 dedim, 540 ga aytgancha. O'zim mash ishtonchi ochuvdim. Keysa, короче, ana kibervikdan kelgandi. Bu ham premium olganga bir sotlasa bo'ladi, ishtonlarda. Menimcha bo'ldi. Endi bu mana bu legenda. Krossovkaning legendasi mana. Ultimate krossovka. Uncha odam sevadigan krossovkalar. Bular endi menimcha men ham yoqadi, men ham tapichga. Endi bo'ldi. Setni joyiga qaytarib qo'yaylik. Jigarlar. Qani. Bu yoqqa turuvdi. Bu yoqqa turuvdi. Endi Arjananing invertordan alohida mashinaga keladigan bo'lsak, o'zga mana eng yoqtiradigan ovozim leading ovoz. Voy, mana ovozlarni taxlab qo'yman. Mana ko'ryapsan, bu yerda yo'q, sedan. Dacha mana shunchasiga qanchasiga kerak dachaga mana. Shuncha. Bu bonus passiga bu Lotus oy ikkitasini tushirganmiz. Eğer ko'rmagan bo'lsanglar, buni videosi bor, open kelsa kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Tak, motik bu bonus passiga qo'yil, baggi, voy bu baggi sevam просто. Buni o'lta biladi. Bilganlar kommentga yozib ketaverasizlar sekingina. Dushi. Bu etniki qayiqlar, voy men bu qayiq bor, legenda da. Legenda. Hoştak bu avtobuslar qismimiz. Hoş bu Bigfoot, bunu ikki qilib qo'yganman даже. Hoş endi otga bitta skin bor, men bu avtobusga bitta skin. Lotus qo'yamiz. Emotsiyalar. Ой-ой-ой. Стрелок. Наколение. Вторжение. Пианбол. Пистолет. Короче, legenda emotsiyalar bor. Xullas. Normal legenda emotsiyalar bor. Bemalol. Dushi. Uncha joyda shanliq qilib qo'ymaydigan emotsiyalar bo'yicha shanliq qilib qo'ymaydigan akkauntda, короче. O'zim kuchaytirganman. O'zi qancha pul kirib ketganini bilmayman. Bu ham so'rayman. Voy, legenda. Oldu qaraysan, bo'lmasın. Hatırlamaqadir. Bu normalnida, bu ham buni bilasizlar. Bu ham tushganda, bu ham open case bor. O'sha Fraun'ning open case qilganda tushganda bu keyin bu emotsiya sotganlar qaraychi parkda qilaman. Даже kattadan aytaylar, buni qayta olmaydi. Bu o'sha ondan beradi. Kolleksiyadan berilgan emotsiya. Bu Boogie. Bular chotki, bu Fraun'ning emotsiyalari. Bu Warren emotsiyalari. Xullas, emotsiyalarni bilmadim. Odamlar qiziqmasmi? Men bilan 10 yillardan tushgan kelasi. Mana shu emotsiyalar. Men bilan 10 ga tushgan. Bu jonini berganda desam, so'l yo'ldan berganda. Keyin bu uncha qiziq emas, bu ham qiziq emas. Parashyutlar shu. Gliderlar. Voy, bu ham 30 ga, 20 ga tushgan glider. Qarang, 7 ta ekan, mifitskiy doska gliderlarim. Legendarniysi bitta bu glider. Keyin samolyot.
12'siga tushgan shu tikeysilar. Bilgan biladi. Men uni olganim PMG'siga kelgan payt 2025 mana turibdi. Ko'rsalar. Buni qo'yaylik. Bu uncha qiziq emas, granata ko'rsatmayman. Orqa fonim bor. Buni sotganman bir zamonlar. Buni ham olganman, kuchaytirgan. Даже buni ham yaqinda sotib oldim. Buni hamma tekinga berdi. Bu orqa fon, bu kolleksiyadan olganman. Shuncha vaqt tugaguncha tursin. Buni kartalidan berdi. Yani nimalarni ko'rsatsam bo'ladi, bu yoqdan bo'lmayapti. Mertar shu. Оружие. 55 ta prakashka bor. Kelchat. Bu kelchat emas, bu endi hali kuchaytirmadim. Bu ham kelchat chiqadi. Bu kuchaytirmadim hali. Bu ham kuchaytirilmagan. Korrekt ko'p o'ynamagan uchun. Biramta material uchun mayli kelchat qilib qo'yganman buni ham. Buni adashib 2 qilib qo'yishganim mayli, bu chiqib qo'ydim o'zim. Bu ham kelchat. Buni 2 qildim. Ertalab 2 qildim. Bunga ham 100 yetkazdim. Bu Dravavik 2 tali bo'lsa. Uncha daraterlarda ham ko'rmadim. Durnoy 98 kolleksiyali akkauntida ham ko'rmaganimda buni. Ya bitta roja bor, u ham yo'q edi. Durnoy o'sha 98 kolleksiya akkauntida 99 qilib o'sha. Bu AVM Dravyondagi tur qilingan kelchat. Bu bir ham kelchat mana bu yo'q edi. Manda bor, tur bu. Qo'yib qo'yganman. Bu ham kelchat chiqadi, P90 ham kelchat chiqadi, tur bu 3. Men bu yo'pini kuchaytirishim kerak. Shu payt aniqroq olgandim. 906 hali 7 qilmayman. Bu bonus pastiki, bu 3. O'sha erpiniki ana biramta materialga kuchaytirilgan, full qilinadigan kelchat bo'ladiganlar kuchaytirganman-da. Bu bir zamonlar bonus pastdagi birinchi kelgan payt olganman. Bu 24. Erpiniki bu Miforjdan tushib qoldi bu keysdan. Bu sayga endi buni ultra yoqtiradi bu saygani prosta. Men o'zimga yoqadi bu legenda. Karyakam kelchat bo'lgan uchun kuchaytirmagan. Bu erpin tushgan, bu kelchat. Qilingan kelchat emas, bu tur kelchat qilingan. Bularni yaqinda oldim. MKshK mini Scorpion ham 2 qilingan. Buni ham tur qo'yishim kerak. Au kelchat tur. Thompson mana bu 24 premium keysdan tushgandi. Bittali ochganimda. Ana Honor 17 ga tushgan, orqasidan shu tushgan. Kechikib shuni tushirgandim. Buni qo'ygan bir zamonlar bu ham tushgandi keysdan. Bizon tur, Clash 30 tushgan. Mifitskiy bandanalar kelgan paytda 30 uchirib qo'yaman buni. Kelchat mana tur. Bu kompani ham olib qo'ydim. Beril tur. Mana bu tur. Prosta men Skarelda o'ynayman Mifitskiy. Menga oldindan yoqadi bu legenda. Buni bilgan biladi. Beril o'ynayman. Effekt prosta odamni bashasini yo'q qiladi. Men bu Grazada o'ynayman. Buni kelchati ham bor, effekti ham bor. Mana shunaqa. Keyin yana nimalar ko'rsatsam bo'ladi? Kostyumlar bilan ko'rsataman. Dravyon bir mana hali kuchaytirilmay 2 qilsam bo'ladi. Uxrani kuchaytirsam bo'ladi 2 qilib. Fronga lekin yig'ishim kerak. Avval to'g'ri menga vo'rin yoqadi, vo'rinni kuchaytirsam bo'ladi 2 qilib, keyin fuqiyimcha gancha pul ketadi men ko'ra. Frauni birinchi 6 qilib olay, keyin vo'ringa o'taman. Fraun tur. Tur qilgan kelcha chiqadi. 6 ham jamanchi ketadi. Mana vo'rin bor. Mana
Qani endi nima ko'rsatsam bo'ladi? Kolleksiya. 69. Bilgala komment yozib ketamiz. Так, yana nima? Kolleksiyani yashirib qo'yganman, так что bilmaganlar uchun dushi. Так. Достижение ko'rsam. Достижение 8415. Mana. Bunaqa balandmas. Boshqa mana qo'ysam bo'ladi. Tak. Boshqa qo'yamiz. Bu yoqqa buni qo'yamiz. Yana qaysi qo'yamiz. Qaysini qo'yamiz? Chigala. Так, number достижение uchun xarid qilgan titul uchun nima uchun mayli tursin. Eng ko'p 906 urgan ekan hukmron. Hukmron bilan bir eng pastdan bitta oldigisi ekan bu. Yana qanaqa qilib yuksak. Uni qilib bal qisib jigarlar bilgala komment yozib ketinglar. Tak. Yana nima? Plus mana shu titullar mana bor hamma titullar mana shular takoy. Mana endi bu logotipim o'zim. Bu ramkalar mana ultimate'niki bor. Hozir yana bir Zavaniki olinmagan akkauntga hali shu paytgacha o'zim bir marta harakat qildim, lekin olgim kelmadi. Juda ko'p krisali qilish kerak, men qo'limdan kelmaydi krisali. Keyin men bu kolleksiyadan bergan. Yana nimalar bor qani? Bular ko'rmaydi. Bu bor kuchaytirilgan 2 qilib qo'yilgan, mana 1 qilsa 2 qilsa bo'ladi, 2 qilingan. Mana bor buni ko'rsatdim. Akkauntga qaytini obzor qilsam bo'ladi. Popularizatsiya keladigan bo'lsa 811 ming popularizatsiya bo'lgan. Так что jigarlar mana ID ko'rib popularizatsiya boshqa tashlab qo'yaverasizlar. Tekillik tovuqchalardan bo'lsa ham tashlab qo'yaveringlar jigarlar. Mana shuni 1 million qilishimiz kerak. 1 million. Sizlar yordaminglar kerak faqat. Dushi yordam qilishga o'rsanglar mana shuni 1 million ham qilamiz. Подписчикga 1 million qilaylik. To'g'rimi? Biz harakat qilsak bo'lamiz. Faqat sizlar yordam berib dushi поддержка qilib, like, obunalar bosib, kommentlarni bomba qilib tashlasanglar hammasi bo'laveradi. Yani nimani obzor qilsam bo'ladi? Dushi nomini obzor qilyapman. Nomini to'ldirganman. Bundan bitta yetmayapti. Bu harommi? Bundan 2 ta mana bu qo'ygan. Keyin bundan bitta mana harom qo'ygan. Mana 3 tasi qo'ygan. Xo'sh, erplar bo'lsa, erplar mana. Men bu sezon nomini ujmash sezon akkaunt qo'lim, men sezon qo'limga teggan. Erplarga ujmash sezonni olib kelingan 100 bo'limini. Даже orasida 2 ta elite pass plus ham olingan orqasidan. Akkaunt S15 dan boshlanib o'ynalgan. M5 dan download qilingan RP'ga, короче. Mana. Dushi. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar jigarlar, dushi
like obunalarni bosib qo'yinglar jigarlar. Sizlardan boshqa narsa so'ralmaydi, boshqa narsa kerak emas. Agar UC kerak bo'ladigan bo'lsa, ishonchli, arzon, tezkor, eng qizig'i omadli UC kerak bo'ladigan bo'lsa, kuchukcha klus, pastki chiqchi UC deb yozsanglar Telegramdan chiqib keladi. UClarning narxlarini tashlab beraman. Pul tashlaganingizda chek tashlaysizlar, обязательно UC tushadi. Ko'rdim, o'sha yozganinglarni ko'rdimmi? O'sha UC pul tashlab chek tashlaganinglarni ko'rdimmi? Baribir o'sha ko'rganimdan keyin riski sizlarga aytib boradi, UC tushdi deb. Addushi. Men unaqa birov haqqi kerak emas. Men o'zimga birov haqqini olib qolib, men o'zimga minus ishlash niyatim yo'q. Hali men davomiy kontent qilmoqchiman shu paytgacha. Undan keyin buning uchun sizlarning addush yordaminglar kerak bo'ladi. Sizlar faqat like, obuna, komment bomba qilib tashlasanglar bo'ldi jigarlar. Hammaga sog'lik, salomatlik. Ko'rganimiz, bye bye.